Barchaga salom. Bugun ikkinchi darsimiz. Ikkinchi darsimizda biz an artiklni ko'rib chiqamiz. Demak, tarjimasi one, ya'ni bir degan ma'noni anglatadi. Demak, biz an'ni bitta narsani ifodalash uchun ishlatarkanmiz va an artikli doim otning oldidan keladi. Demak, ot so'z turkumi oldidan kelar ekan. Misol uchun, a dog, bitta kuchuk, an apple, bitta olma, a ball, bitta qo'lqop, an elephant, bitta fil. Xohlasak buni biz bir deb tarjima qilsak ham bo'ladi, ba'zida tarjima qilmasak ham bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, an tarjimasi bir bo'lib, biz buni otlar oldidan ishlatarkanmiz. Demak, ot so'z turkumi kim nima so'roviga javob bo'ladigan ot so'z turkumi oldidan an artiklini ifodalaymiz. Faqatgina e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi birlikda, chunki an'da tarjimasi one, ya'ni bir degan ma'noni anglatadi. Ko'plik otlar oldidan biz ishlata olmaymiz. Nima sababdan bular ikkita, ya'ni va an, bularning farqi nima degan savolga javob ko'ramiz. Demak, biz bilamizki, tillarda tovushlar bor, harflar bor. Biz bu yerda eng katta urg'uni tovushga beramiz, harfga emas. An'da ajratishda bizga tovushlar yordam beradi. Agar ot so'z turkumidagi so'zning birinchi tovushi undosh tovush bilan boshlansa, biz artiklni ishlatamiz. Misol uchun, car so'zida C harfi K undosh tovush bilan aytilganligi uchun artiklni ishladik. Car. Bu yerda keyingisi uniform, birinchi harfi U, unli harf, lekin biz uni talaffuz qilganimizcha U, ya'ni Y harfidan Y tovushidan foydalanamiz. Y esa bu undosh, shu sababli artikldan foydalanamiz. Keyingisi unit. Bunda ham xuddi shunday. U harfi o'zi unli harf, lekin tovush bo'lib chiqqan vaqtda biz buni Y undosh tovush bilan aytamiz. Shu sababli unit. Keyingisi European. Demak, bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, birinchi harfi I harfi bilan boshlangan. I harfi unli, lekin buni biz talaffuz qilganimizcha European, Y undoshi bilan talaffuz qilamiz. Va shu sababli bizda artiklni qo'yib. Xuddi shunday, bu yerda an artiklning ishlatilish holati ham bu yerda tovushga bog'liq. Agar so'z unli tovush bilan boshlansa, an artiklni qo'yamiz. Harf emas, ahamiyat beramiz. Unli harf emas, unli tovush. Misol uchun, an apple birinchi harfida ko'rishimiz mumkin, apple. Unli tovush. An orange, unli tovush. Shu sababli an artiklni ishlatdik. Keyingisi our. To'g'ri, birinchi harf undosh, lekin biz h harfini o'qimasdan our deb talaffuz qilamiz va shu sababli unli bo'lganligi uchun an hour. Keyingisi, mana bu x harfimiz ham o'zi aslida undosh harf, lekin biz buni talaffuzda x-ray. Demak, birinchisi x-ray deganligimiz sababli birinchi harf, birinchi tovush i bo'lyapti, ya'ni unli. Shu sababli an artiklini qo'ydik. Keyingisi sos, call. Bu yerda ham birinchi harfni, birinchi tovushni biz s, ya'ni i bilan boshlaymiz. sos. O'zi aslida s harfi bu undosh harf, lekin talaffuzda biz buni s deb aytamiz va birinchi harf, birinchi tovush o'shanda i bo'ladi va biz bu vaqtda an artiklni ishlatishimiz kerak.